Rahmat, pulini oyligim tushganda beraman. Biroz kutasiz endi. Alo. Assalomu alaykum Dilnoza opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom Gulnoraxon. Yaxshi rahmat, Allohga shukr. Dilnoza opa, qizingiz seplarni berib yubordim. Yoqdimi? Ha, rahmat, yoqdi. Rosa chiroyli chiqibdi. Faqat ko'p pul to'yga ishlab ketib qoldi-da, pul qila olmadim. Oylik tushsa olib chiqib beraman, biroz kutib turasiz, iltimos. Xo'p, mayli Dilnoza opa, sog' bo'ling. Tikkan ko'ylaklarim puli hammasi nasiya. Nima qilsam ekan? Bunaqada dorilarga qanday pul topaman? Ro'zg'orni ham yuk olmas ekan. Ey Allohim, erimga o'zing shifo bergin. O'zing menga yo'l ko'rsat. Nur opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Allohga shukr, rahmat. Xo'jayiningiz yaxshimi? Ancha yaxshi bo'lib qoldimi? Kasal deb eshitdik. Rahmat, Allohga shukr. Sekin-sekin tiklanyapti xo'jayinim ham sog'ligi. Faqat ro'zg'or, dori-darmon osonmas ekan. Chevarchiligim ham hamma mayli, boriga shukr. Voy Gulnoraxon, guldek hunaringiz bor. Fazo tekstilga kirsangiz-chi? Men o'zim ham yaqinda ish boshladim. Jamoa zo'r, sharoitlar vobshe zo'r, oyliklar vaqtda beriladi. Opa, unaqa katta korxonada ishlash oson emasdir. Xo'jayinim nima derkin?